G'amlari pinhon, qanchalik charchisa satmaydi vijdon, tushangin to'kilsa erkakning yeshi. Anğallah, bana deb o'ylayman. Haqiqatan ota bo'lish oson emas, hamma bilamiz. Albatta analarni ulug'daymiz, ammo atalarning ko'pinchalar bechora holatda yashaydi deb o'ylayman. Chunki bizning ifodalash iqtidorimiz ojiz. Ayollarnikidek gap qilib yig'lab chiqarmaymiz. Shunglashqa shu jihatlarda so'zildim. Ammo qipaqaychu deb yurakli holda ansirmay, inovatni bir yoqqa qo'yib turib, so'zlasak, erlarmi hali so'zlaydi deb o'ylayman. Hammalar undaq degan gap emas, albatta. Shunga tirish baqsaq bir gap bo'ladi deb o'ylayman. Atalar bayramliq mening qizim. Ikkil qizim shunday yaxshi sovg'atlarni berdi. Ayolim berdi sovg'atlarni. Shuning bilan cho'ng qizim bergan sovg'atni bir chiqarib qo'ydim. Nəvirlik boğaşqa hazır şunda chiroyli bir istakanni onundan keyin cho'ng suv ichadigan botolkadan birini sovg'at qilibdi. Shunda xo'sh bo'ldim. Albatta sovg'at qilmasam-u ikki qiz gap qilsa atalar xo'sh bo'ldi deb o'ylayman. Shuning bilan atalar bayrami o'tdi. Shirkat yana davomli aldirash o'tyapmiz. Hammalar ishlayapmiz. Kimning og'zi qarsa aldirash inson davomli deydiganim shu. Haqqoch aldirash bo'lsa-mu, aldirashning ichidan vaqt chiqarib ham ishni yaxshi o'rinlashtira oladi ekan degan yakuni chiqardim. Biz ham odatda uxlasak 6-7 soat qanimiz, ba'zida 5 soat degandek.